Hurmatli hamyurtlar, navbatdagi obyektimiz topshirildi. Xudo xolasa 22 ga bunaqasi 30 joyimiz konteyner shivilleridan yopildi. Konteyner tagidan chiqadigan lagaligi bor. 4,5 ga 12 qalinligi 4 millimetrlik. Mana shu ko'rinishda yopib berdik. Tagiga stiklab tashlaganmiz. Xudo xolasa uni foydalanishga tayyor. Ustunlarimiz balandligi 5 metr, orasi 5 metrdan qo'yilgan. Xorimiz 40 santimetr. Fermalarimiz orasi 2,5 metrga qo'yilgan. Rekalari 4 ga 4lik konteyner profilidan tortilgan. Xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Kimda mana shunday binolar bo'lsa, sex, zavod, tomlarni yopish kerak bo'lsa, ishonchli va tez tayyorlab beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz bor. Ustunlarimiz turbadan qilingan, 200 li turba, qalinligi 4, qalinligi 6 millimetr atrofida. Eski rossiyskiy turbalar. O'rtasini ukloni 2,5 metr bo'lgan. 22 ga 30 joy. Fermamiz 22 metr.